Olimlar Yer shar emasligini allaqachon isbotlashgan. Shu bilan birga Yer tekis ham, mukammal dumaloq shaklda ham emas. Biz maktabda o'rgangan Yer shar degan tushuncha esa haqiqatning soddalashtirilgan ko'rinishi xolos. Haqiqiy Yer shakli falsafiy jihatdan juda murakkab, geometrik tomondan notekis va matematik jihatdan nihoyatda qiziqarli muammodir. Ammo Yer shakli haqidagi tasavvurlarning falsafiy mavzudan ilmiy mavzuga aylanishi uchun 10 ming yildan ko'p vaqt va 2 o'lchamli yassi tasavvurlardan 3 o'lchamli sayyora tushunchasiga o'tish talab etildi. Yaxshilab joylashib olinglar, bugun biz insoniyat Yer shakli haqidagi tushunchani afsonalar davridan zamonaviy ilm-fangacha bo'lgan vaqt orasida qanday rivojlantirganini ko'rib chiqamiz. Videoni albatta oxirigacha ko'ring va siz Yerning asl shakli qandayligini bilib olasiz. Ilm-fan hali shakllanmagan davrlarda odamlar mamont ortidan yugurib yurgan paytlarda olamni tushuntirish uchun turli afsona va hikoyalar to'qilgan. Ko'plab qadimiy madaniyatlarda Yer ulkan tekis disk yoki keng maydon sifatida tasavvur qilingan. Bunday qarashlar Misrliklar, Bobilliklar va boshqa ko'plab xalqlarda uchraydi. Hind mifologiyasida Yer 4 ulkan fil ustida turadi. Fillar esa bahaybat toshbaqa ustiga joylashgan. Skandinaviya afsonalarida dunyoni ulkan ilon Jormungandr o'rab olgan. Turk mifologiyasida esa Yer ko'p qatlamli osmon, yer va yer osti dunyosi sifatida tasvirlangan. O'sha davrda Yer geografik obyekt emas, u insoniyat tasavvurining markaziy sahnasi edi. Qadimgi Yunonlar bu savolga yangicha yondoshishdi. Levkip va Demokrit Yer tekis degan fikrni qo'llab-quvvatlashgan bo'lsa-da, Aksimandr Yerni silindr shaklda deb tasavvur qilgan. Miloddan avvalgi 6-asrda Pifagor birinchi bo'lib Yer shar shaklda bo'lish kerak degan fikrni ilgari surib, falsafiy isbotlar taklif qildi. Aristotel esa faqat falsafa bilan cheklanib qolmasdan, kuzatuvlar orqali bir qancha isbotlar keltirdi. Kemalar ufqda yuqori qismidan pastga qarab sekin-asta paydo bo'lishi Yer yuzasi egri ekanini ko'rsatardi. Yerning turli joylarida turli yulduzlarning ko'kka ko'tarilishi ham Yerning egriligini isboti edi. Oy tutilganda esa Yerning soyasi har doim dumaloq bo'lishi Aristotelning eng kuchli dalillaridan biri bo'ldi. Miloddan avvalgi 2-asrda Eratosfen Quyoshning turli kengliklardagi balandligini o'lchash orqali Yer sharining o'lchamlarini juda aniq hisoblab chiqishga muvaffaq bo'lgan. Pifagor va Aristotelning ilmiy obro'si Yer yassiligi haqidagi taxminlarni uzoq vaqtga ilm-fandan tepib chiqardi. Milodiy 2-asrda Ptolemey ham Yerning sharsimon ekanligini isbotlovchi qo'shimcha dalillar keltirdi. Masalan, u dengizdan qirg'oqqa yaqinlashganda tog'larni xuddi suv ostidan chiqib kelayotgandek ko'rinishiga e'tibor qaratdi. Bu holat faqat tog'lar suv sathining egriligi tufayli qisman to'silib turgandagina sodir bo'lishi mumkin edi. Nasroniylar cherkovining ilk davrlarida ham ayrim istisnolarni aytmasa, Yerning sharsimonligi haqidagi fikr keng tarqalgan edi. Masalan, Xitoy olimlari 17-asrgacha Yerni yassi deb tasvirlab kelishgan va aynan katolik rohiblari Chin olimlari bilan uchrashib, xitoyliklarni ko'zini ochishgan. Oradan 300 yil o'tib, islom sivilizatsiyasining oltin davrida ilm-fan yangi cho'qqilarga ko'tarildi. Musulmon olimlari Yevropa zulmatga cho'kkan bir vaqtda nafaqat Yunonlarning ilmiy merosini saqlab qolishdi, balki uni yanada rivojlantirishdi. Buyuk bobomiz Al-Biruni Yerning o'lchamini aniqlash uchun mutlaq yangi usul yaratdi. U tog' tepasiga chiqib, ufqning pasayish burchagini o'lchadi va trigonometrik hisob-kitoblar orqali Yer radiusini topdi. Bu yondashuv nafaqat aniq, balki o'sha davr uchun juda ilg'or usul edi. Musulmon olimlari Yer shar ekanini osongina qabul qilishgandi va bu bilimni kundalik hayotda qibla tarafini aniqlashdi, dengizda yo'l topishdi hamda yulduzlar orqali navigatsiya qilishda samarali qo'llashdi. Bu esa uyg'onish davridagi Yevropa olimlaridan avval qo'llanilgan ilmiy yondashuv edi. Yana qariyb 500 yil o'tib, voqealar yanada qiziqarli tus oldi.
17-asrda mashhur ingliz olimi Isak Nyuton Yer o'z o'qi atrofida aylangani sababli ekvatorda biroz ishib chiqib, qorin qo'yishini aytdi. Bu g'oya keyinchalik aniq o'lchovlar bilan rasman tasdiqlandi. Umuman olganda, Yer qanday shakldaligini nima farqi bor? Buning bizning hayotimizga deyarli ta'siri yo'q deb o'ylashingiz mumkin. Albatta, bu qisman to'g'ri, lekin kundalik hayotda Yerning egriligi ko'plab moddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Masalan, Karl Friedrich Gauss nomli mashhur olim nafaqat sof nazariy, balki amaliy muammolarni hal qilgan buyuk matematik edi. 18-19 asrlarda Yevropa davlatlarida yerning qiymati juda baland edi. Boy yer egalari o'z hududlarini kengaytirish uchun yoki bosqinlardan qo'shnisini yerini himoya qilmaslik uchun o'z mulklarining aniq chegaralarini bilishlari shart edi. Tasavvur qiling, ikki boy qo'shni yer tortishmoqda. Har biri bu mening yerim deydi. Nima deb o'ylaysiz? Bu nizoni u davrda kim hal qilishi kerak edi? Podshoh deb o'ylasangiz, adashasiz. Bu masalada qirollarning kuchidan ko'ra matematik olimlarning faoliyati hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi. Aynan Gauss va uning zamondoshlari uchburchaklar usulini ishlab chiqishgandi. Bu usulda yer maydoni ko'plab kichik uchburchaklarga bo'linib, umumiy yuzi shu kichik uchburchaklarning yig'indisi sifatida hisoblanardi. Bu usul orqali yer maydonlarining yuzalari aniq o'lchana boshlandi. Endi matematika yordamida kimdir ko'proq yerli bo'lib qolishi mumkin edi. Bu hisob-kitoblar Nyutonning g'oyalarini tasdiqladi. Matematiklar yer mukammal shar emasligini amalda ko'rsatishdi. Gauss yer qutblarida siqilgan, ekvatorda esa kengroq sfera degan xulosaga keldi. Bugungi kunda ham zamonaviy GPS tizimlari aynan shu model asosida sizning qayerda ekanligingizni aniqlaydi. Biroq yer yuzasi tog'lar, vodiylar va okeanlardan iborat notekis bo'lgani uchun uning haqiqiy shaklini oddiy geometrik shakl bilan ifodalash juda qiyin. Shu sababli olimlar yerning umumiy shaklini geoid deb atashadi. Geoid bu tortishish maydoni bilan aniqlanadigan murakkab va notekis shakldir. Zamonaviy beton shaharlarda GPS signali baland binolar hisobiga juda katta noaniqliklar berishi mumkin va GPS tizimi 10-20 metrgacha xato qiladi. Oddiy foydalanuvchi uchun bu katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin taksi xizmatlari uchun bu juda muhim. Haydovchi yo'lovchini ko'chaning qarama-qarshi tomonida yoki noto'g'ri burchagida kutib qolishi mumkin. Bu esa xarajatlarning oshishi degani. Shuning uchun sferoid modelidan murakkabroq, hudud egriligini aniq hisobga oladigan geometrik shakllar ishlatish zarur bo'lib qoladi. Taksi yoki xarita ilovalari ma'lum hududning 3D modelini qurayotganda kompyuter o'yinidagi kabi yuzani ko'plab mayda ko'p qirrali yassi bo'laklarga, poligonlarga bo'ladi. Bu Gauss qo'llagan uchburchaklar usulining mantiqiy davomi hisoblanadi. Natijada yuzada kichik uchburchaklardan iborat to'r hosil bo'ladi. Bu uchburchaklar qanchalik kichik bo'lsa, tog'lar, binolar va boshqa jismlar shunchalik aniq tasvirlanadi. Shu usul masofalarni juda yuqori aniqlik bilan hisoblash imkonini ham beradi. Keyinchalik bu kichik bo'laklarni birlashtirib, butun yer yuzasining aniq modelini hosil qilsa bo'ladi. Uning ustiga sferoid bilan ishlash murakkab bo'lgani uchun ko'p qirrali modellarda yer yuzasi kichik bo'laklarga bo'linadi va har bir bo'lak deyarli tekis yuzaga o'xshab qoladi. Shuning uchun keyingi safar yassi yer tarafdorini uchratsangiz, darrov ustidan kulmang. Aksincha, unga rahmingiz kelsin. Axir u bechora o'zining poligonida qamalib qolganini bilmaydi-ku. Yaxshisi, unga qizil va ko'k vitamin taklif qiling. Agar qizilini tanlasa, yerning asl shakli ikasaedrik dodokaedr turidagi geodezik poligon deb aytib qo'ying.